Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda Umra safari haqida gaplashamiz. Xudo xolasa. Umra safarimiz necha kun bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, qanaqa taomlar beriladi, qanaqa sovg'alar beriladi, hammasini to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Umra safarimiz Xudo xolasa 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi, Xudo xolasa. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizni o'zbek favor akalar xizmatda turishadi, chiroyli yaxshi ovqatlar bilan siylashadi, xudo xolasa. Hozirgi kunda eng yaqin chislolarimiz 7-yanvardan 26-yil 15-yanvargacha reyslarimiz bor. Seshanba, chorshanba kuni Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bir hafta bir marta Namangan, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Kunda Toshkentdan Toshkent, Madina, Toshkent, Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Bemalol ekranda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Operatorlarimiz joylarni bron qilib berishadi. Bitta to'lov evasiga bepulga beriladigan sovg'alarimiz bor. Bular bejik beriladi, so'mgacha beriladi. Mana shunday Centrum Holidays firmamiz yozuvi bo'ladi, logotip bo'ladi. Bunday kanzelimiz ham beriladi. Bular o'sha bitta to'lov evasiga bepulga beriladi. Bundan tashqari qaytayotganlaringda har bitta ziyoratchimizga xudo xolasa 5 litr zamzam suv beriladi. Olib kelib uydagilar xursand qilsalaring bo'ladi. Yosh katta onaxonlarimiz oyoqlari og'riydigan bo'lsa, aravacha masalasiga keladigan bo'lsak, aravacha masalasi bemalol battan olib ketsalaring ham bo'ladi. Samolyot ortiqcha to'lov olmaydi kilosiga. Agar xohlasalar atdan olsalaring ham bo'ladi. Unda ham 14 kunga bepulga sizlarga beriladi. Bemalol olib foydalansalaring bo'ladi. Qaytib kelayotganda topshirib kelaverasizlar. Litsenziyamiz N0014 MyGovdan xohlasalar Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar stansiyada rasmiy ofis bor. Bemalol kelib, ko'rishib, tanishib ketsalaring ham bo'ladi. Tekshirib olsalaring ham bo'ladi MyGovdan. Xo'p, standart plus paketimiz $1050 deb belgilandi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'sha 7-yanvardan 15-yanvargacha $1050 Toshkent, Namangan, Farg'ona hammasi bir xil narxi. Komfort paketimiz bor 13-kuni. 13-kuni Farg'ona uchiladi, xudo xolasa. Komfort paketda afzallik tomonlari 3 kun Madinada 3 mahal o'zbek milliy taomlar beriladi. Nimada standart plus paketda 2 mahal beriladi. Mana shunda farqi bor. Keyin gostinitsa oraliq masofalari standart plus paketimizda 200-300 metr atrofida Madinada bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr atrofida bo'ladi. Komfort paketda farqi gostinitsamiz 100-200 metr atrofida bo'ladi Madinada, xudo xolasa. Makkada 800 metr 1 kilometr atrofida bo'ladi. Yaqinroq bo'ladi, sharoitlar yaxshiroq bo'ladi, xudo xolasa. Mutaxassis 50 yoshlarimiz birgalikda borib, shu yerdan birga sizlar bilan uchishadi, xudo xolasa. Birgalikda ibodat, ziyoratlar barchasini qilishadi. Birga sizlar bilan qaytib kelishadi. Birinchi bo'lib ziyorat sayohatlarimiz Madinadan boshlanadi. Ikkovsida ham bir xilda bo'ladi, xudo xolasa. Payg'ambarimiz razlaridan ziyorat boshlanadi. Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i, Hiro g'ori, Muzdalifa, Arafat tog'i, Qizil dengiz va Toif shaharlariga ziyorat sayohatlarimiz bo'ladi. Xudo xolasa birgalikda 50 yoshlarimiz, mutaxassislarimiz ziyorat qilishadi sizlar bilan. Hammasini o'rgatishadi, yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Toif shahriga chiqib kelgandan keyin o'sha bitta to'lov evasiga ikkinchi marta umra amalini qilib olsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Bu juda ham ko'pchilikga manzur bo'ladigan, o'sha ma'qul bo'ladigan joyi, to'g'risi. Xo'p, komfort paketimizni $1090 dan belgilandi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. 5 ta, 10 ta, 20 ta olsalaring iloji boricha operatorlarimiz narxini yengilroq qilib berishadi. Aloqaga chiqarasizlar. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Mabodo kami ko'st bo'lgan bo'lsa, kommentariyga yozib ketinglar. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentar fikrlaringizni yozib ketinglar. Sog' bo'linglar.